sudlanganlik holati qanday hollarda tugallanadi? Shartli hukm qilinganlarga nisbatan sinov muddati tugagan kundan boshlab tugalanadi. Majburiy jamoat ishlari, xizmat bo'yicha cheklash va yoki intizomiy tizimga jo'natish tarzidagi jazolarni o'tab chiqqach tugatiladi. Jarima jazosi ijro etilgan kundan keyin, ya'ni shuningdek muayyan huquqdan mahrum qilish yoki axloq tuzatish ishlari jazolari o'talganidan keyin 1 yil o'tgach, ozodlikni cheklash jazosi o'talganidan keyin 2 yil o'tgach, 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'talganidan keyin 4 yil o'tgach, 5 yildan ortiq lekin 10 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'talganidan keyin 7 yil o'tgach, 10 yildan ortiq lekin 15 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'talgan